Melbetdan to'g'ri ro'yxatdan o'tishda to'liq tushuntirib o'taman. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganingizda tushunmay qolishingiz mumkin. Demasa videoni boshladik. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va bu yerda 4 xil usul bor. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, o'sha orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Faqat hammasiga bir xil promo kod kiritasizlar. Bir bosishda o'tamiz. Birinchisi mamlakat, ikkinchisi valyuta. Xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. O'zi so'mda turibdi, tiymasangiz ham bo'ladi agar so'mda o'ynasangiz. Keyin bu yerga katta harflar bilan VIB 555 shu promo kod kiritasizlar, sizlarga 100% bonus beradi. Demak, bonusni sport uchun, kazino, yamis o'yinlari uchun olsak bo'ladi. Ikkalasini birini tanlaysizlardan va bu yerda bitechga qilasizlar va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Xo'sh, bu yerda robot emasligini aniqlash uchun kapchadan o'tishimiz kerak. Bu yerda ko'prik deyapti. Xo'sh, tasdiqlashni bosamiz. Xo'sh, bizlarga login bilan parol berdi. Buni saqlab olib qo'yamiz. Bu eng kerakli narsa. Esdan chiqmasin bu. Mabodo akkauntingizdan chiqib ketsa yoki boshqa telefondan kirmoqchi bo'lsangiz, shu login bilan parolni terib kirishingiz mumkin. Keyingi tugmasini bosamiz. Mana bizlar sirasi akkauntimizga olib o'tadi. Xo'sh, bu yerdan birinchi qilayotgan ishingiz pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlar bo'limini bosamiz. Bu yerdan telefon va email ulashingiz ulasangiz ham bo'ladi, ulamasangiz ham bo'ladi. Agar 100% akkauntingiz ishonchli bo'lishi uchun telefon raqam olib qo'yishni maslahat beraman. Faollashtirib o'tasiz, bu yerga telefon raqamini kiritasiz. Keyingi tugmasini bosasiz va telefon nomeringizga kod keladi. O'sha kodni kiritsangiz telefon nomeringiz ulanadi. Bu yerda qalamchani to'ldirsak kifoya. Bu yerda pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak. Chunki pul chiqarishda masalan bironta muammo qolsa, agar siz pasport ma'lumotlarini noto'g'ri kiritgan bo'lsangiz, u pul chiqarib bermay qolishi mumkin. O'shaning uchun pasport ma'lumotlarini to'g'ri kiritishimiz kerak. Ism, familiya, bu joylar juda ham oson, barchasini kiritib chiqasiz. Asosiy joylarni tushuntirib o'taman. Asosiy joylarni tushuntirib o'taman bu joyda. Bu yerdan sizda qanaqa pasportingiz bo'lsa, o'shani tanlab kiritishingiz mumkin. Yashil pasport bo'lsa, men buni yoki pasportingiz ID xuddi plastikka o'xshagan bo'lsa, bunisini kiritishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerga pasport seriyani yozamiz. Masalan, AD bo'lishi mumkin. Keyin bu yerga 4 ta raqamini yozib qo'yasizlar. Masalan, deylik, 7 ta raqami, to'g'rimi? Hozir mana keyin bu yerga hujjat raqami deyapti. Pasportda burchagida oxiridan 2 ta son tashlaysizlardan 14 ta raqamni ko'chirib olasizlar. Sizda ID karta bo'lsa, alohida yozib qo'yilgan o'zi. Bu yerga 14 ta raqamni ko'chirib yozasizlar. Men shunchaki yozib qo'ydim. Keyin berilgan sanasi deyapti pasportda. Buni ham yozib qo'yilgan, pasportda bor. Kim tomonidan berilgan degan joyi ham bor. Xullas, barchasini kiritib bo'lganingizdan keyin bu yerda saqlash tugmasini bosasiz. Mana bu yerda 6 ta belgidan oshmasligi kerak deyapti. O'shaning uchun bu yerdan 6 ta belgi qilib qo'yamiz. Oxiridan shu 3 tasini o'chirasiz, mana ishlayapsiz. Keyin saqlash tugmasini bosasiz, ma'lumotlarning saqlanadi. Keyin sizda qalamcha yo'qoladi. Hozir men barchasini to'ldirmaganim uchun men qalamcha turibdi. Keyinroq to'ldirib chiqsam ham bo'ladi qolganlarini. Xo'sh, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyin bemalol hisob to'ldirishga o'tsangiz bo'ladi. Mana burchakda nastroyga turibdi. Hisob to'ldirish. Mana bu yerda Humo, Uzkart bo'limlari bor. Bu yerda Humoni tanlaymiz. Bu yerga summani kiritamiz. Minimal 20 mingdan 666 million so'mgacha kiritsak bo'lar ekan. Bu yerga email pochta kiritasizlar. Xohlagan email pochtalarni yozsangiz bo'ladi. Bu
ja muhim narsa emas. Tasdiqlashni bosamiz. Bu yerga karta raqam, karta muddatini kiritasiz va kartadagi ism familiyangizni yozib qo'yasiz. Pastdagi select tugmasini bosasiz и plastik kartangizga ulangan telefon nomeringizga kod keladi. O'sha kodni tasdiqlasangiz hisobingizga pul tushadi. Endi bir masalan yangilar o'ylashi mumkin, plastikdan kodni kiritsam barcha pulimni yechib oladi deyishi mumkin. Yo'q. Bu 100% ishonchli. O'zim sinab kelmoqdaman. Masalan 1 million deysizmi, 10 million, 100 million o'zingiz kiritasiz summani. Kartangizdan ular birdan pul yechmaydi. Komissiya yo'q. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman birdansiga. Tushunmay qolishlaringiz mumkin. Xo'sh, mana karta raqam 14 ta. Shunday 14 ta menimcha. Yo, adashib 16 ta karta raqami. O'z kartada 16 ta raqam bo'ladi. O'shani kiritasizlar и bu yerda kartadagi tagida muddati bo'ladi. O'shani kiritasizlar и bu yerga familiya, ismlarni kiritasizlar. Select tugmasini bosamiz. Xo'sh, mana ulangan telefon nomeringizga kod keladi. Mana kod keldi. Endi boshqa telefonda edi. 42. Xo'sh, yuborish tugmasini bosamiz va hisobimizga mana buni bosamiz. Blackto ustiga bir bosganimizdan keyin mana ko'rishlaringiz mumkin. Hisobga pul tushgan bo'ladi. Mana 20 ming so'm tushgan hisobga. Agar nega bonus bermadi desangizlar, telefon raqami ulanmaganim uchun va bu yerda qalamchani to'lib chiqmaganim uchun bonus bermadi menga. Agar siz bonus olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan telefon nomer ulaysiz, qalamchani to'lib chiqasizlar, 100% bonus beradi. Bonus ishlash qoidasi ham masalan juda ham oddiy. Mana sport uchun olgan bo'lsangiz, bu yerdan 1.4 koeffitsiyentdan 3 ta futbolga olasizlar. Masalan, deylik 1 2 koeffitsiyenti 1 4 koeffitsiyent mana buni bo'lmaydi, 1 2 koeffitsiyent. Buni olsak ham bo'ladi masalan. Keyin bu yerdan agar sizga bonus berilgan bo'lsa, mana bu yerdan o'zgartirib, mana bonusli shot pastda turgan bo'ladi. Xo'sh, bu yerdan o'zgartirmas ekan hozir. Mana bu yerdan hamma hisoblarga o'tasizlar. Bu yerdan pastida bonus hisobim turgan bo'ladi. Agar bonus bergan bo'lsa. Agar siz kazino va gamis o'yinlari uchun olgan bo'lsangiz, mana bu yerdan o'tkazib olishingiz mumkin. Bonusni mana promo bo'limiga o'tasiz. Bu yerdan mana bonuslar degan joy bor. O'sha yerda turgan bo'ladi. Bonusni masalan sport uchun olgan bo'lsangiz, bonus pulni 5 barobarga oshirasiz. Keyin hisobingizga qancha bonus bergan bo'lsa, masalan 1 million bonus olgan bo'lsangiz, 1 million bonus pulni 5 million so'mga aylantirsangiz, оборот shunga teng bo'lishi kerak, 5 million so'mga. Keyin hisobingizda, bonus hisobingizda 1 million so'm bonus turgan bo'lsa, keyin uzoq yarim soatdan keyin asosiy hisobingizga 1 million so'm tayyorlab berishadi. Agar bu haqida to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan qo'llab-quvvatlash xizmatiga yozsangiz chatga, bonus haqida menga ma'lumot kerak desangiz, sizlarga ma'lumot beradi. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Telegram kanalimiz manzili video ostida va kommentariyada yozib qoldiraman.